Assalomu alaykum, meni jondan aziz obunachilarim. Bugun biz sizlarga yangilikni dodasidan aytamiz. Narxlar vobshe sindi. Videoni ko'rishdan oldin bardona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Aka-ukalarim, boshladik videomizni. Manzilimiz Buxoro viloyati Jondor tumani Xumin qishlog'ida joylashgan. Mana paxta tozalash zavodi, mana shu Arentor sizlarga Buxoro shahardan yoki Rometandan, Jondor ichidan keladigan aka-ukalarimiz mana Qarako'l yo'liga ketadigan yo'lda mana Arentor paxta tozalash zavodi. Mana shu yerda mana Siroj akamizni akfa sexlari bor. Akfa tirza deysizmi, eshik deysizmi, yasab beradilar. Tayyor MDF eshiklardan vobshe narxlar bomba narxda keldi. Hozir batafsil hammasini aytib o'tib ketaman. Ekranni pastida nomerlarini qoldirib o'tamiz. Akalarimizga aloqaga chiqib, xudo xolasa chiroyligina eshik tirzalarini zakaz qilishlaringiz mumkin. Mana Qarako'l tumaniga 1 2 3 4 5 6 7 dona eshigimiz ketyapti. Qarako'lga tayyor eshiklardan bor olib borib o'zlari o'rnatib beradilar. Zamoglari bilan chiroyligina qilib. Turli xildagi razmerlardan bor. Siz razmerini aytasiz, bular sizga pulini aytishadi. Mana bu yerda ham mana ko'ryapsizlarmi? Eshiklarni pachkasi bilan shu kechqurun fura kelgan. Men uspet qila olmadim kelishga. Fura kelib tushirib yukni ketibdi. Tayyor, puli yengil, arzongina akfa plastdan bo'lgan tirzalarimizdan ham bor. Yoki mana fortishkalardan deysizmi? Hammasidan bor. Hozir narxini taom bilan birgalikda aytib o'tib ketaman. Faqat sizlardan iltimos shu videoni oxirigacha ko'rib, like'larni bosib, kommentariyalar yozib qoldirsangizlar bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Aka-ukalarim, xudo xolasa boshladik. Mana shu ichkarida akfani tayyorlash jarayonlari bo'lyapti. Mana ukamiz ishlarni qilib to'g'rimi? Biz batafsil hammasini aytib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamay yursizmi? Tinchmisiz? Rahmat. Endi obunachilarimizga bularni kvadratgami, donagami? Assalomu alaykum ustojon. Sonlaringiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Eshiklari haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Mana bugungi obzorimiz shu Chista Aka Plast va kompaniyasini asosiy ko'zga ko'ringan materiallar to'g'risida, plastlar to'g'risida, alyuminiylar to'g'risida obzor olib boramiz. Mana oddiygina Aka kompaniyasining ishongan materiali 6500 talik bular 5 kamerali. Xuddi shunday 4 kameralariga bor. 5 kamerali, endi 4 kameralikdan ozgina shovqinni kam o'tkazadi. Terlamaydi. Shular paket bilan o'shalarni ham ko'rsatib o'taman. Buni terlamasligi sababi terni o'ziga yutadi. Alyumin emas. Terlab o'zi suv to'kilyapsa, podogonika yoki boshqa narsaga bu bunaqa emas, bunaqa material emas. Bularni yana plyus tomoni uzoq yillar ishlayib beradi. Bu hozir necha pul bilan chiqadi? Mana shu razmeri necha? Bular endi oddiy profillarga nisbatan ancha qimmati, lekin sifati juda zo'r. Oddiy profillar 4 yil, 5 yil ishlaydigan bo'lsa, bular 30 yil, 35 yil xizmat qilib beradi. Endi razmeriga qarab 1 million 400 dan boshlanadi, ketaveradi demak. Bular yevro variant. Mana bu yerda mana pipason o'zi oddiy derazalardan Chista oq aka bilan 6000 talik. Xuddi shuning 6500 taligi ham bor. Bu materialdan qo'rqmasdan bemalol kerak bo'lsa tilxat desalar tilxat yozib beradilar. Darab tilxati bor-ku. Yozib, hammasini garantiyalarini qilib berganlar. Mana bu yerda Chista Aka alyumin Chista Aka kompaniyasining profili bor. Oddiy profillar bilan faqat
ana shunday znaklari bor o'zini. Ana hakka yozuvi bor, emblemasi bor. Shular bilan ajraladi. Ko'rinishdan hech kim buni uncha ajratib bo'lmaydi. Bular ichki qorishmasi bilan o'zini ichki preparatlari bilan farq qiladi. Mana yonimda hozir 23 yildan beri hakka ishlab kelgan ustamiz bor. Bu to'g'risida yana ozgina qo'shimchalar bilan programmani yana davom ettiramiz. Ma'lumotini aytib o'tsangiz. Nima deymiz? Ish jarayonidan kelib chiqqan holatda 2006-yildan beri shu ishda ishlab kelaman. Endi biz ishlagan paytimiz, boshlagan paytimizda faqat akfa edi-da. Klientning ishonchini qozongan akfa bo'ladi boshida. Hozircha endi har xil profillar kirib keldi. Shunday ham bu akfa o'zini brendini yo'qotgani yo'q. Prosta narx sindirishga keyingi kelgan profillar o'zini nimasini qo'shyapti, zararini qo'shyapti. Lekin akfa o'zicha akfa. Mana shu ishlab kelgan jarayonda aytaman, akfani oldiga chiqadigan hozircha profil yo'q boshqa. Akfa brendi ostida ishlab to'liq garantiyasini ham berganmiz. Shuncha yil ish davomida akfadan biror marta biz kamchilik yoki nima eshitmaganmiz. Kamchilik ko'rmaganmiz. Xuddi mana shunday profillarni har xil mana bu beramda taxlangan ana. Bu moqi asfaltdan. Chista akfadan bu ham. Shuni o'qi ham bor, mebelnisi ham bor. Shasi, mamolda endi shasi yodiyi bo'lsa, o'xshagan nisbatan yodiyi ozgina qimmat. Shuni hisobiga ras saqladi. Raznisasi bor. Ha. Masalan, bular 500 ming so'm metr kvadrati bo'lsa, shasi bilan ozgina ras saqladi. 600 lar chiqadi-da kvadrat metr keyin shishasi bilan. Yo'q, 600 ga chiqmasa ham shu qilib 500 dan ziyodroq bo'ladi. 500 dan ziyodroqqa boradi deb. Mana shu taxlangan eshigimiz nechiga nechi? 75 ga 190 eshikcha. Mana bu yerda hozir 4 ta chasva qo'yilgan. Buni 3 ta qo'yish ham mumkin. Bu o'sha zakaz beradigan kishini Xohishiga. bog'. Demak, 4 ta qo'ysa mo'chinroq bo'ladi-da, bu ochilib yopishga. Bizga unchalik ransa qilmaydi bitta betlar. 4 ta qo'y desizlar, 4 ta qo'yib beramiz. Qanday desizlar? Buni zakaz berishdan ilgari agar ko'proq, soni ko'proq bo'lsa, aytsalar, adresimiz shu yerda, mana shuncha eshik rezamiz bor desalar, biz borib o'zimiz o'lchaymiz, kelib material tanlaylar, keyin o'sha razmer bo'yicha taxlab beramiz. Agar etib qurib desalar, uni ham aytib eshitib, etib qurib beramiz. Bu masalada hech qanday muammo yo'q. Faqat razmer to'g'ri tushsa, klient rozi bo'lsa, biz ishni sifatiga javob berib bilamiz. Shuning uchun harakat qilamiz mijozning ko'ngli olishga. Xo'p, necha pul bilan chiqadi tog'a shu? 70 ga. Bu chista akvadan. Ular 1 million, 1 million 50, 1 million 100 gacha chiqadi. Kattaroqlar yana qo'shilib boradi. Yana qo'shilib boradi demak. Xuddi mana shunday hozir plaslarni paket shaqlamiz. Mana bu yerda paket jarayoni bo'lib o'tiribdi. Mana ichi tozalangan. Tozalab o'tiramiz hozir ham. Xo'sh, keyin butilchita yuriydi. Butilchitaga ichiga dori solinadi. O'shaning ichidagi namlarni tortib oladi. Keyin ustidan germetika bo'ladi, ichi vakuum bo'ladi bular. Ana shu shisha bilan bu shisha ikkalasi bitta shisha bo'lib qoladi. Ichida hech narsa qolmaydi. Qolmaydi. Terlamaydi ham. Keyin tovushni ham issiq ham o'tkazmaydi bu narsa. Boshqa boshqa narsa bo'lib qoladi. Xuddi ana shu narsani bir vaqtda ish boshlagan paytimizda tashqarida ertalab soat 8 da germetika qildik. Soat 11larda havo issig'idi yoz kuni. Germetika qotish jarayonida ana shu nashta shisha germetika qilamiz, hammasi yorildi. Mana shunchalik o'zgartirib yuradi bu paket shishani germetika. O'sha uchun bizga imkon qadar klientlarga sifatli narsa tayyorlab berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha. Faqat materialni tanlab, ana shu materialdan bo'ladi desalar, bu yerda xuddi o'zlari aytganday qilib beramiz. Shular qatori eshik, deraza, veranda,
Center zamok deydimi, ustomizning qo'li gul usto taxlab beradi. Keyin MDF'larimiz bor qo'shimcha. Xuddi deraza, eshik zakaz bergandan keyin MDF kerak bo'lsa, MDF'dan xuddi shunday tayyorlab qo'ygan. Aha, MDFni ham tayyorlaridan bor. Olib borib o'rnatib beriladi, ha? Zamoklar qo'yib. Temir eshiklarimiz bor. Temir eshiklar hozir hammasi mana ko'rib turganlaringizda bular temir eshiklar. Jondorda, Jondor tumanida eng katta baza MDF'lar bo'yicha mana shu yerda bo'ladi. Siz xohli xildagi MDF eshiklardan bor. Xohlagan razmeringizda bor. Mana ko'ryapsizlarmi? Ichkarida ham terib qo'yilgan. Mana Shunday rangi har xil, razmeri har xil. Faqat joyini aniq qilsalar, xuddi shunday sifatli MDF'larimiz ham bor. necha puldan chiqarib beramiz tog'a bularni? Bular 430 ming so'mdan optim narxi. Dona olganlarga 450-440 ming so'm pul beramiz. Juda sifatli. Yaxshi biror model parvar qilgan. Dom qurayotgan aka-ukalarimiz, domchilar aloqaga chiqsangizlar, ko'proq ob'yomda oladigan bo'lsangizlar, marhamat, akalarimiz yetkazib, olib borib, o'sha domlarga o'rnatib beradi. Kottej qurayotganlar bo'lsa, kottejlaringizga ham mana shu yerdan birinchi qo'l olsangizlar bo'ladi. 430 ming so'mdan optimga turli xil razmerdagilari bor. Yana bir narsani aytib o'tay. Mana bu yerda plastikdan eshik taqlangan. Akvaplastdan, ha? Bir kishi ko'tarishi qiyin. Dubai nosha shattanga qo'yilgan. Aha. Joyi o'rnatilgandan keyin juda zo'r shu. Dolga ishlaydi. Chunki material chista akva. Akfa. Necha pul bilan chiqqan tog'a? Ko'pchilikka o'zi kommentariyada yozishsalar, necha pul bilan chiqadi shu? Bular 2,5 million bilan chiqadi ana shu. 2,5 million bilan chiqadi shu turish, ha? Mana bu ichkarida ham hozir bu yerda ham MDF'lar xohlagan razmerda aytyapman, xohlagan razmerda, xohlagancha rangini ham tanlashlaringiz mumkin. Bundan oqlanasangiz 20 ta 30 ta bitta uchastkaga ketadigan bo'lsa, aha, bular ojiz demoqchi bo'lsalar yoki boshqa men o'zim zakaz beraman desalar, zakasini ham olib tayyorlatib berib bilamiz. o'yla. Demak, xohlasalar boshqa xil razmerda mustahkamroq qilib, Korobkasini masalan 12 qilibmi yoki boshqami, uni ham taxlatib berib bilamiz-da. mana aka-ukalar, sizdan tanlov qilib berish bulardan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Men hozir pastda ham joylashgan, pastdakini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Aka-ukalarim, mana temir eshik so'raganlarga temir eshiklarimizdan ham bor. Mana shu eshiklar masalan kogon eshik zavqdan keladi. Agar razmer to'g'ri kelmasa, razmer bor o'lchab, bemalol taxlab turib berib bilamiz. Ha, bu nechiga necha hozir tog'a shunda? 20 ga 220. 1.20 ga 2.20, ha? Buni katta razmerlardan ham ko'p taxlab berganmiz. 1.40 ga 2.40, 2.50lardan taxlab berganmiz. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Mana bular yangi gullardan. Zamok o'zida bittasini beramiz. Agar qurib bo'lmasalar, biz o'rganishib beramiz. Ha, tog'a shundan bitta narxini aytib o'tib ketaylik. Narxi mana bular 2 million 150 ming so'm. 2 million 150 ming so'm, 1.20 ga 2.20 si. Aha. Bundan kattaroq bo'lsa endi, Ha, ha. masalan 40 ga 250, 210 uni narxi o'zgaradi. Ha, narxi o'zgaradi. Mana bularni ortun narxi 1 million 350 ming so'm qilib beramiz. Donaga 1 million 380 ming so'm. Xuddi shunday bu yerda bir tavaqa eshik ko'p temir eshik. Ha. Yana MDF'lar. Dubayni xolasizlar, Dubai mana. Buni fromgaligi ham bor, 220 ga 120, 700, 730, 680 kelishilgan holda chiqadi. beramiz. Bu yo'g'i oq xatiklarimiz bor, lentalarimiz bor, qizillari bor.
aytyapman-ku, assortiment juda katta. Assortiment juda katta aka-ukalari. Kelaverasizlar. Hozirgi chiqarilayotgan marmarlar borda nima? Aboy. Ha. Aboy. Xuddi ana shularga moslab chiqarilgan ana bu eshiklar. Korobka 8. İçi rezinkalik juda ajoyib chiqqan. Sifati ham zo'r. Bu 70 ga 2 Yo'q, 90 ga 2.5. ha, 90 ga 2.5. 90 ga 2.5. Turli xildagidan hammasidan bor. Mana taxlab qo'yilgan. Agar sizga to'g'ri keladi desangiz, razmeringiz to'g'ri keladigan bo'lsa, uyingizda eshiklarining razmerlari mana shu yerda tayyor eshiklardan ham bor. Bu yerda ham mana o'z zakazga olib ketyaptilar bularni. Ustomiz mana bu yerda mana MDF olsangizlar, MDF ga ham zamoglarni qurib, mana shunday chiroyligina qilib olib borib uyingizga yetkazib beradilar. Faqatgina siz aloqaga chiqsangiz, nomerlariga bo'ldi. Aloqaga chiqib, aytib eshitib, yana bir bor orientirni tushuntirib o'taman. Buxoro shahardan yoki Jondordan, Romitandan keladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, Qarako'lni yo'lida kelasizlar. Qarako'lni yo'lida mana shu yerda mana Xuminda paxta tozalash zavodi bor. Mana shuni yonginasida, yuzma-yuzda joylashgan Siroj akamiz sexlari. Qolgan ma'lumotlarni ekranning pastidagi nomerlarga aloqaga chiqib, aytib eshitib olishlaringiz mumkin. Videolarimiz manzur kelgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizlarga chiroyli videolarni chiqarib berishda davom etamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.